Julian taomini faqatgina guruch yoki makaron bilan emas, qovurilgan kartoshka bilan judayam mazali chiqishini bilarmidingiz? Birinchi bo'lib mahsulotlarni Korzinka.go ilovasiga kirib, go'sht mahsulotlarini ham, sabzavotlarni yoki sut mahsulotlarini ham svej holatda zakaz qildirsangiz bo'ladi. Bozorlarda og'ir ko'tarmasdan uyingizgacha zakaz qilsangiz 1 soatda yetkazib berishadi va boshdagi 3 ta zakaz uchun 30 mingdan 90 minggacha skidkada olsangiz bo'ladi. Endi esa taomga o'tamiz. Birinchi tovada qizigan yog'imizda kartoshkani tuz bilan qovurib olamiz. Kartoshkalarni ezilib ketmasligi uchun birinchi bo'lib baland olovda qovurib, keyin esa past olovda dimlaymiz. Boshqa qozonchamizda piyoz va tovuq filesini qovurib olamiz. Tuz, ravorlar va oldindan qaynatib olingan qo'ziqorinni ham qo'shamiz va qovurib, suvni quyib dimlab qo'yamiz. Podlivamiz esa slivochniy bo'lgani uchun xohishga ko'ra slivka qo'shsangiz ham bo'ladi, lekin men purimlikning smetana va sirlardan qo'shib aralashtirdim. Pomidor va qirg'ichdan o'tkazilgan sirni ham qo'shib, bir marta yana aralashtirib olamiz va qovurilgan kartoshkamizni ustidan chiroyli qilib solib, ko'katlar bilan bezatib dasturxonga tortamiz. Siz ham albatta shu usulda tayyorlab ko'ring, juda ham mazali chiqadi, hammaga yoqimli ishtaha.